Assalomu alaykum, hurmatli gulshaydalari. Mana yangi gullarimiz obzorini qilib beraylik. Yana bir qator sog'ingan hojonalarimga, mana ko'rib o'tiradiganlarga, duo qiladiganlarga mana onangga rahmat deb qo'yasizlar. Mana mana qaranglar, kameliyaning ochilganini mana poshshosi mana shu tuvada o'sgani mana keldi. Kimga kerak bo'lsa bir dona qoldi. Mana go'zal holatda. Mana bu narxi 400 ming so'm degan. Xo'p, mana nandinilarimiz bor. Mana yangiliklardan sizlarga bir obzor qilib bersam, bir maza qilinglar. Mana qaranglar. Go'zalligini 75 ming so'mdan mana. Mana kartinchalarimizni qaranglar. Voy voy deydi mana buni qaranglar. Mana qaranglar go'zalligini. Uylarda mana men yashnataman degan gullardan bittasida bu. Mana qaranglar, mana kartincha. Magnollarimiz kelgan mana. Shashilib mana men birinchi osilaman degan gullardan bittasi. Mana bunisini 300 ming berdik, mana bunisini 200 ming so'm berdik. Hidiga gap yo'q. Mana ulamalari haqiqiy. Bu qator mana YouTube'dagi onaxonlarimga tashlayapman. Mana mixlari kelgan, azaliyani qaranglar. Bir tutozda 3 xil ekilganlaridan. Qaranglar. 80 ming so'mdan azaliyani mixi bor. Mana nobodo tug'ilgan kunga onamga mana menga bitta olib qo'ygin deganlarga mana qasdan beraman. Mana 200 ming so'mligidan. Bo'y basti baland, mana chiroyli holatda. Eng qizig'i buni sovurmaydi mana. O'zimizni izg'irit singari bo'ladi. Mana butasimon bo'ladi, daraxtsimon. Ochiladigan narsa o'zimizni izg'iritda. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkariga kirib bir obzorini qilib beray. Bir maza qilsan, hojonalar. Mana qaranglar, sistem tapuslarini qaranglar, bir-biridan narxlar bilan aytib ketaveray, ha. Ko'pchilik o'sha o'rgan bo'lgan. Mana ularni mana 85 ming so'm berdik sistem tapusda. Mana osib qo'ysanglar ham bo'ladi, bunday yashidan ham tushaveradigan. Mana yangi sortlaridan. Mana gipilarga nima deysizlar? Mana qaranglar, mana onajonlarim, mana qaranglar. Haqiqiy original sortlari kelgan mana. Pasportlarida bular mana. Mana qaranglar oqini. Mana mahruviylari mana. Qavat-qavat ochiladigan sortlari. Piyozini qaranglar, kattaligini. O'ta go'zal. Mana antirumlarimiz yangi sortlari keldi, lolali sortlari. Mana qaranglar, mana tanalari. Bu qator mayadan yonboshdan olib ko'rsatay, ha. Keyin bitta mana ichini ko'rsatay. Och, ichida nimasi bor ekan? Och deydi-yu. Mana qaranglar. Puchtisi mana lolali sorti bardovi. Oqi ham keldi mana erkak baxtini mana. Oqini ko'rmagan hojonalarga, hojopalarga mana. Antirumda oqi, novvot rangi. Novvot qo'shib choy beraman ichsangiz degan mana haqiqiy murskoy shasili novvot sortidan keldi. Mana ayol baxti mana. Bir-biridan chiroyli. 110 ming so'mdan bularimiz, mana ularimiz. Onajonlarim, erkak baxti ham 110 ming so'm. Duo qilib tursanglar bo'ldi. Ayol baxtini mana kattalarini qaranglar mana 80 santimetrlik. Mana 120 mingdan beryapmiz. Lolali sortlarimiz bor mana antirumda 130 ming so'mdan. Guli 1 yil turadi. Buni mana bu yoqqa ham olib ko'rsatishim mumkin. Mana bolajonim ichini ochmayapsan-ku deganiga mana. Vaqt. Go'zal holatda guli 1 yil turaveradi bunisini. Buni ko'pchilik o'ltirib olamiz biz deydi. To'ppa-to'g'ri o'ldirib oladi. Suvni berganlar o'ldirib qo'yaveradi. Bunga 20 kunda bir suv berish kerak. Suvni nihoyatda kam suv ichadigan narsa. Dips palmalarimiz kelgan mana 150 mingdan, mana qaranglar. Buni orqasida bekin olsalar bor-ku, topolmaydi hech kim mana. O'rmon, tanalari zo'r. Mana Monsterda yangi sortidan kelgan mana. Haqiqiy voyenniy sortidan Valigartniy deb qo'yishadi buni. Mana qaranglar, ustini ham mana. Bu yoqdan bittani olib ko'rsatay. Mana. Bu yoqda ko'rsatmading-ku deb yozadiganlar bor kelgan menga. Mana qaranglar buni. Masterning yangi sortini qaranglar. Mana qaranglar go'zalligini. Buni 280 ming beryapman mana hojonalar. Bemalol mana kerak bo'lsa ham aytinglar. Karisa dolchinimizdan bir dona qoldi. Mana bunisini 300 ming so'm berdik. Xo'p. Yangi kelgan gullarimiz bir qator obzor qilamiz deydi, ha? Mana kalateyani qaranglar. Asalligini qaranglar, iskustunniga o'xshaydi. Mana qaranglar taylarini. 110 ming so'm. Klientlarim uchun 110 ming mana shu katta 1 metrlik
Kimga kerak bo'lsa aytinglar. Mana ular mana ayol baxtini 80 ming so'mliklari mana. Qaranglar, ochilishini. Dunyoda go'zallik qutqaradi degan gullar mana shunda. Mana ular ham tabiiy qaranglar, tosh gullarimiz mana 50 ming so'mdan. Mana shular ham живой, искусственныйga o'xshaydi. Qaranglar, bunisi 75 ming so'mdan, bunalar 50 ming so'mdan. Orqada yana qaranglar. Onamga, opamga nima sovg'a qilay deganlarga mana shular tavsiya qilyapmiz. Mana shtampilari bilan. Gullar 9 oy turadi mana g'unchada. Qaranglar, orqada yana bir-biridan go'zalligini. Kelib ham orqaga bekinib olibdi mana, ko'rib qoldim. 130 ming so'm mana kelganga murojaat qilgan 130 ga beraman shunisini. Mana gold qaranglar mana. Voy! Mana qarang. Bu do'konimga shap kirib olsa bular yapishib oladi-da. Meni olib ketmasangiz bo'lmaydi opajonim deb. Mana qaranglar kattaligini. Dunyoda birinchi o'rinda turadi bu kislorod chiqarish bo'yicha. Chempion. 24 soat o'zidan kislorod chiqaradigan gold sortlarimiz. Bularga 100 ming so'm berdim. Buni ham narxini aytib qo'yay, narxini aytman endi. Mana bularni 80 ming berdim orxideyalarda. Guli 9 oy turadigan. Balolarni qaranglar. Balolar yayrayapti bu gullar orasida. Men qayerga kelib qoldim deyapti. Mana qaranglar. Mana zamiya kukaslarimiz. Yana bitta mana yangiliklardan mononus kelgan. Aqlanayman, ko'rib qo'yinglar. Mana chiroyli holatda. Buni 120 ming beryapmiz. Ikki kuslik buni bo'lib olsa ham bo'laveradi mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Buni oxirida aytib ketdim. Hop, yangiliklardan mononusini qaranglar. Mana begoniyani qaranglar. Mana men yondiraman mana. Mana uylarni men go'zal qilaman degan begoniyalar keldi. Mana qaranglar. Bir-biridan go'zal chamanlari keldi mana. Atirgulga o'xshaydi. Mana onajonlarimning kayfiyatini ko'tarish bu qanaqa bo'ladi mana. Ro'xaj akalar bardam bo'lamiz mana. Onajonlar uchun. Mana qaranglar, aqlanay mana. Sortini qaranglar, mana qaranglar. Go'zalligini qaranglar mana. 100 ming so'mdan beryapmiz mana shularni. Monolari bor mana 85 ming, 90 ming so'mdan qolgan sortlari. Bunisi jicha qimmatroq, original. Keyin mana ruskus degan narsamiz bor mana qaranglar. Plasmassaga o'xshaydi. Buni ham 100 ming so'm sotayotgandim. 90 ming so'm mana. Menga podpisчик bo'lganlarga menga ko'p keladigan. Dekabristlarni qaranglar, mana qaranglar, bir-biridan go'zallari kelgan. Mix sorti, mana shuni o'zida mana 4 xil. Mana pushti, novvoti, qizili, oqi mana. Mana qaranglar. Mana shu turishi bitta. Buni olsam vobshe domboq bo'lib ketadi. Osmayapman. O'zi dekabrist baqadiganlar biladi. Dekabristda mana novvot ranglari ham bor mana. Kimga kerak bo'lsa 60 ming so'mdan berdim bularni. Haqiqiy originali. Buni tepasi ham bormi deganlarga bor. Men bemalol aytaman. 30 ming so'm sotilyapti. Buni bo'lishadi, boshqa qiladi, g'irrom ishlari ko'p bu gulchilarda. Bularda bemalol aytamiz, butun mana holatlari manaqa to'lib turadi. 60 ming so'mdan originali. Mana bilkilarimiz bor, mana 70 ming so'mdan. Bemalol kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Yana bitta narsa ko'rsatay. Qaranglar. Allohning mo'jizasi. Zolotoy ribka deyiladi, mana qaranglar. Balodi singari ochiladi, mana qaranglar. Zolotoy ribka deydi. Mana holat. Kimga kerak bo'lsa 70 ming so'mdan go'zal holatda turibdi. Zolotoy ribkalarimiz ham. Kaktuslarni qaranglar. Bunisi mana 120 ming so'm. Bunalar mana 50 ming so'mdan. Bunisi mana 120 ming. Mana kaktusimiz mana 60 ming. Bunalarimiz mana 30 ming so'mdan. Mana qaranglar. Rang-barang kaktuslarimiz kelgan. Hop. Men bitta kaktus saytdim. Xurram Sultonni uzigidan boribdi. Shuni ishlab topolmayapman. Malik kelgan o'taman unga. Mana qaranglar mana. Gold, haqiqiy mana. Sansveriyaning poshsholari bizda. Kimga kerak bo'lsa aytasizlar. Mana kofilarimiz bor mana mana. Kofilarimiz mana 250 ming berdik. Go'zal holatda. Munoqotga ketibdi-yu. Opajonlarimga tarqas, mana qaranglar. Mana shuni guli bakkalanib ketadigan gusmaynas deyiladi. Mononisi mana 5 tasi bitta.
mana shu guli to'xtamaydi. 15 kunda so'lib qoldi, ha o'lib qolsin demaysizlar, tashlamaysizlar. Guli bakib ketaveradi. Mana shu to tugaguncha to'xtamay ochilaveradi mana. Uyga payz qo'shadigan. Bularni 140 ming berdik. Mana manamiz bor 80 sm mon qaranglar gulini. Kattaligini qaranglar, buni mon qaranglar. Kimga kerak bo'lsa mana 130 ming so'm, 140 ming so'm sotyapman, 130 dan beraman. Bemalol aytaverasizlar. Mana antyurumni qora baxligi mana qizil. Daki ham qizil, guli ham qizil, qora qizil. Bular ham 130 mingdan. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaveringlar. Mana unda ochilmagan gullarimiz ham turibdi. Buni zakaslarimiz bor. Uzoq yaqindan keladiganlarimiz bor. Olib qo'ying deganlar uchun bularni ochmadik hali. Mana qizil otni mana havas qiladigan opajonlarim uchun. Mana faxiramiz 120 ming haqiqiy original idishda. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Xo'p, endi men mana shu yerda to'xtataman-da endi. Yangi deyiladi. Magnoliyalarda aytdim mana. 200 ming so'mlik, 300 ming so'mlik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizning joyimiz Andijon shahar, Yangi bozorda, mana Patir bozorda. Endi ko'proq oladigan gulxonamizga olib kelaman. Bittalab oladiganlarga bitta ikkitalikka mana shu birinchi do'kondan bemalol kelib olishinglar mumkin. Mana shu Yangi bozorda birinchi do'kon bizniki, Patir bozordan kirganda aytaverasizlar bemalol. Ota-onangga rahmat bolam deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Men sizlar uchun Xudo xolasa bu gullarni yangiliklarda kelganlarni yana tashab turaveraman. Mana qaranglar, mana stem rapusti 130 ming so'mdan berdik ana shundan. Osilib ketadigan. Xo'p, nomerlarimiz 99lik 140 8841 Ravshanbek deb murojaat qilaverasizlar. Faqat iltimos Telegram orqali yozsanglar, kanalimga qo'shib qo'yaman. Har bir bittasining narxlari bor. Har hafta kelayotgan yangi gullarimizni misol tanishtirib turaman. Bemalol kelib bo'lmasam zakaz qilaverasizlar. O'zbekistonda hamma viloyatiga dastavkamiz bor. 12 ta viloyatga bitta pochta orqali ishlaymiz, chiqarib yuboramiz. Gulni qanday ko'rsanglar, ash holatda yetib boradi. Mana zamiyani qoralarini aytmayapman, obzor qilmayapman. Mana ko'klarini, bular mana 130 ming so'mlik. Xullas gullarimiz bor. Telegram orqali kirsanglar, bundan ham qiziqarli, bundan ham jozibador gullarni ko'rasizlar. Tashlayapman. Ko'rmagan gullaringizni ko'rasizlar. Ko'rib maza qilib tursanglar ham bo'ldi. Otangga rahmat deb. Olishinglar shart emas. Duo qilsanglar, mana sizlarni orqali mana shunchalik bo'lyapmiz. Bemalol murojaat qilaveringlar, Telegramdan chiqaveringlar. Rahmat sizlar uchun. Mana 13 minutlik obzor bo'pti. Mana arxideyalarimizni bemalol qaranglar. Mana shu yerda to'xtataman dedim. Yo'q, bu yoqni ham sizlar bilan ulashkim keldi, to'g'ri gap. Opajonlarim, bir yo'li ko'rib maza qilsin, bir yo'li ko'rganga yarasha dedim. Arxideyalarni qaranglar. Mana qaranglar, nima deyapti bu arxideyalar? Mana bunaqalarimiz bor, mana kimga kerak bo'lsa mana 75 ming so'mdan gruppaga tashlaganman. Bemalol murojaat qilaveringlar. Mana yana bitta do'konimizni ham bir qator aniq qilib qo'ydim. Mana qaranglar. Qo'ling dard ko'rmasin bolam deb duo qilsanglar bo'ldi. Gullarimiz bir-biridan go'zal gullarimiz keldi. Mana bahoriy kayfiyatni mana biz ulashamiz. Qo'llab tursanglar bo'ldi duo qilib. Yangiliklarga boy qilib mana men sizlarga obzorni qilib berib turaman. Kamilani qaranglar mana. Oldin rasmda ko'radinglar, mana juvoy qo'limni ushlab ko'rsatyapman mana shuni tagi bitta. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga beramiz. Bemalol kelaverasizlar. Xo'p, nomerlarimiz qayta aytib qo'yamiz. 99lik 140 8841. Ravshanbek deb murojaat qilaverasizlar. Bo'lsa kommentariyani tagiga yozaverasizlar. Menga like bosishinglar shart emas. Rahmat bo'lam, qo'ling dard ko'rmasin desanglar bo'ldi. Mana bularni shaydolari bo'lay mana. Bu hovlida, sovuqda turaveradi mana magnoliya. Mana mono gulimiz ham, nandinamiz mana, kamilamiz, sovuq gullarni eshikka olib chiqdim. Azaliyalarimiz mana. Ichkariniki mana sovg'a boblari, uyda turadiganlari ichkarida mana gulxonaning u yog'ida turibdi. Bemalol aytaveringlar. Duo qilsanglar bo'ldi, duo qilib qo'yinglar.